Sizga kichkina maslahat beraman. Agar ozgina sinab olsam amal qiladigan bo'lsangiz, hayotda katta natijalarga erishishingiz mumkin. Hech qachon hech kim uchun o'zingizni xafa qilmang. Eng birinchi navbatda o'zingizni qo'ying. Birinchi navbatda o'zimni vaqtimni o'zim sog' bo'g'ayman deng. Sababini tushuntiraman. O'zingizni nastreniyangiz yaxshi bo'lsa, boshqalarga yaxshi kayfiyat ulashib bilasiz. O'zingizni pulingiz ko'p bo'lsa, boshqalarga jo'shib, ehson qilib bilasiz. Yana bir sababi. 12 yildan beri bir odamni taniyman. 13 yil bo'lib qora keldi. 12 yildan beri shu masalasini hech qachon yo'q demaganman. Bir narsani so'raydi, xo'p deganman. Aksar holda o'zim taklif etganman shu narsani. Lekin bugun shu vajni so'radi, yo'q dedim. Opamdan tug'ilganlik beri etgan ishlarim yuzima soldi. Tushuntirmisiz? 35-36 yildan beri etgan ishlarimni aytib yuzima soldi. Eshitmagan gapim qolmadi. Bu bir. Ikkinchisi, 30 yillik danishim bor, klassdoshim. Bir masalada 3 marta aloqaga chiqdi. Uchisidan xo'p dedim. Qilib berdim. 4-chisida bo'lmaydi bu, mendan bitmaydi bu, menlik men senga 3 marta qilib berdim sen uchun. Desam, og'zina kelgan gapni aytdi u. Qarorchi, hech qachon boshqalar uchun o'zingizni hurmatsizlik qildirmang, hech qachon. Bu hali eng yaqinda 2-3 kunlikda bo'lgan misollarni aytib turman. Istasangiz bunday misollarni sizning hayotingizdan yetarlicha topsangiz bo'ladi. Qisqa lo'nda aytib aytadigan bo'lsam, hech qachon hech kim uchun o'zingizni xafa etmang. Eng birinchi navbatda o'zingizni vaqtingizda o'zingiz sog' bo'ling. Sog' bo'lsangiz, nastreniyangiz yaxshi bo'lsa, ikkisingizda pulingiz bo'lsa, hammaga keraksiz. Bo'lmasa yo'q.